Hammaga assalomu alaykum. Necha kundan beri video qilgan yo'q edim. Video qo'ygan yo'qman. Yangi yildan keyin вообще video qilgan yo'qman. Ish ham qo'ygan yo'qman. Hammalaringizni 2026-yil bilan tabriklayman. O'ylaymanki 2026-yil hammaga omadli yil bo'lsin. Inshaalloh hammani nimaiki problemasi bo'lsa, kimda qarzi bo'lsa qarzidan qutulsin. Kimdiki boshqa problemasi bo'lsa boshqa problemalaridan inshaalloh qutulib olsin. 3,5 ming rubllik smenalik ish bor deb qo'ysak, bir xilgalar aytadiki 3,5 ming rubldan kam deydi. Bitta situatsiya bo'ldi. Avtobusda kelyaptirdim. Afrikanslarni ko'rib qoldim. Afrikanslar bilan gaplashib qoldik. Короче, 3300 rubl beradi ekan. 3300 rubl beradi ekan. Xuddi Moskvadan avtobus bilan Podmoskvaga qatnab ishlashadi ekan. Yotoqxonasi ham o'zlaridan ekan ularda, transport borib kelishi ham o'zlaridan. 3300 dan har kuni beradi ekan. Bu Azon skladida beryapti ekan o'shalarga. Qarangki, 3300 rubldan pul bersa, qatnab turib o'zlari ham kvartira xizmat qilib ishlab yurishibdi. Bizning odamlargacha, bir xilga odamlarga hammaga bas u 3,5 ming rubldan pul beramiz, boshqa uslovalarni qilib beramiz desak, yo'q deydi, bizga kam deydi. Ishni usloviyasini aytib berasiz, adreslarni tashab berasiz. Polni YouTube'da ko'rsatilgan hammasi. Keyin adresini tashab bergandan keyin bir xillarning puli yo'q bo'ladi. Aka dedi, bizga taksi zakaz qilib bering, biz yetib boraylik, ishlab turib oylikdan rashyot qilasiz dedi. Mayli deb shunday situatsiya ham bo'ldiki, taksi zakaz qilib berdim. Taksi zakaz qilgandan keyin taksi borib turgan payti, короче, oradan ancha vaqt o'tib, yarim soat o'tib, уже biz deydi bormaymiz, to'xtang dedi, bittamizni pasportimiz qolib ketdi. Aldashdi, qarangda. Pasportimiz qolib ketdi. Rovna joyda 1000 rublga tushirib o'tiribdi-da. Mayli 1000 rublni boshqa joydan topamiz. Shunday qilib, shunaqa odamlar ham juda ham ko'payib ketibdi. O'sha uchun akalar opalar, так что shunday qilib akalar opalar bunday qilmanglar, iltimos. Kimniki sharoiti yo'q bo'lsa, qo'limizdan kelgancha harakat qilib yordam beryapmiz. Shunda ham bir xillar novid qiladi. Akalar opalar, shu videoga bir donadan like deb bosamiz. Обязательно kommentariyaga o'tib o'z fikringizni yozib qo'ying va shu videoni tarqatib qo'ying. Nima deb o'ylaysiz? Ishimiz komplektovkada ish bor, грузчикlikka ish bor. Xudo xolasa 12-числоdan Valberis skladiga odamlarni ishga qo'yishni boshlaymiz. Zo'r bo'ladi hammasi. Bizni kuzatishda davom etinglar. O'zim ham ishga kirganman Yandexga. Inshaalloh buni ham video qilib chiqaramiz. Ishlari qanday, Yandexda ishlari qanday, necha pul topyapman, polni hammasini ko'rsataman inshaalloh. Sizlarni podдержкалаringiz bilan bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosib tarqatib tashinglar shu videoni. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar. Alloh panohida